Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilik so'ytma apparatimiz Kennetinimiz qanaqa ishlashini bilmaydi ekan. Faqatgina o'sha klientlarga beraverib turgan videomiz ko'ryapti. Hozir qanday ishlashini ko'rsatamiz. Hozir 15 ming soldim, 50% bonus qo'shilgan. Ya'ni o'zini normasida sepyapti. Hozir orqa balonlarga sepamiz. Endi video olganim uchun sal noqulay bo'lyapti. 30 sekund, 40 sekundda bemalol qoraytirib olsa bo'ladi. Xo'sh, biz tez moykadamiz. Hozir bu yerda mashinamizni moyka qilib, balonimizni qoraytirib olgani videoga to'xtalik. Mana ko'rishingiz mumkin, hech qancha vaqt ketmadi. Pauzani bosamiz. Shu kompressor bilan ishlaganni hisobiga ekonomishni balonni hamma joyiga idealni qilib sepib beradi. Hozir qolgan summamizga bitta suqoytuma uramiz. Birinchi o'rinda oynani ozgina ochib olamiz. O'sha shlangini o'rnashtirib olamiz va o'zimizga yoqqan men Versacheni bosmoqchi bo'ldim. Sepishni boshladi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ekonomishni qilib, tuman qilib ta'zir beryapti. Xolos vaqtimiz tugadi. Mashinamiz idealni tuman bo'lyapti. Bizda bilasizlar, mana vaqt tugagan bo'lsa ham o'sha shlangdagi barcha tutunlarni salon ichiga oxirigacha haydab beradi. Bemalol o'sha 15 ming bilan balon qoraytirdim, 4 ta balonni, bitta suqoytuma urib oldim. Kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, pastda kontakt qoldiramiz. Bemalol bog'lanishlar mumkin. Klik orqali to'lash imkoniyatlari mavjud.